Yurib. Mana buni bitta Arizo 8imiz ukasi xalqimiz любимчиga eng ko'p sotilgan sedanlardan, eng hadavoy, mazza, ichida hamma narsasi bor. Arizo 6. Ko'rsangiz buni ham. Buni ichi o'zi boshqa dunyo. Hani richaklari o'ziga xos berilgan 1.5 turbina bo'ladi bu. Razgonlari mashina. Mana o'tirib ko'rsataman. Bunda ham hamma funksiyalar bor. Stroyin o'zida. Misol uchun mana bu yoqda adaptivniy cruise control, bu yoqda multimedia, o'sha datchik sveta, datchik dождя, kamera, удержание полосы, rejim o'zgartirmoqchi bo'lsangiz rejim, hammasi bor. Shuni to'g'rilab qo'yaman. Multimediasi, podsvetkalari полный. Bunda ham abagrev kruгом, orqa sideniyada, oldi sideniyada, oldi lobovoy, orqa lobovoy, bokovoy, farsunkalargacha даже abagrevlari bor. Mana perivaldan o'tadiganlar aka-ukalarimiz farsunka muzlab qolib, suv sepganda unaqa nima deydi, tushmovchilik bo'lmaydi bemalol. Mana richak yoqadi menga, qo'lga mashina tushadi. Tiptronigi bor, bu tomonga to'xtatsangiz tiptronik bo'ladi. Poyga o'ynamoqchi bo'lib qolsangiz mabodo. Atak o'zi mashina. Avto hold eng katta funksiyalardan arzimagan narsaga o'xshaydi, lekin juda katta plyus. Hozir svetoforga to'xtadingiz. Ayniqsa Buxoroda shunaqa ekan, sredniy svetofor 60 sekund. Misol uchun bizda Farg'onada 20 sekund bo'lsa, 60 sekund. Bitta to'xtadingizda, tormozdan oyog'ingizni ushlab olib turaverasiz. O'zi turadi. И elektronli ruchnoy. Remenni taqasiz o'tirasizda, ruchnoy tushirib, ruchnoy chiqaradigan narsa yo'q. Gaz bosasiz ketadi, kelib to'xtab o'chirib qo'yasiz, o'zi ruchnoyni ko'taradi. Zo'r narsa mana shu. Bunisini ham orqalari bilan ko'rsatamiz. Bunda ham podlokotnik bemalol o'tirib ko'rsatib qoling. Podlokotnik bemalol. Deflektor, zaryadnik, zadniy abagrev, buni ham hamma o'sha Arizo 8imizda bor funksiyalar bor. Ozgina farqi bor. Bu benzin. Buni ham faralari ayniqsa mana shu qip-qizil yonib beradi. Cherry degan yozuvlari o'ziga xos mashina. Rangi белый, жемчуг. Hamma mashinalarimiz наличие Arizo 6, 8, misol uchun Tigo 2, Tigo 7, 8 Pro, 8 Pro Max hammasi eng katta pluslardan. Даже misol uchun bu bizda hozir chegirmasi bilan 255 million tursa, solishtirish bo'lib qoladi. Ba'zi bir mashinalarda 270-280 millionlik mashinalarda ham orqasi baraban, oldi diskiviy tormoznoy sistema bo'ladi. Bunda 4 ta diskiviy tormoznoy sistema. Bemalol. Даже Tigo 2mizda ham to'g'rilasa ham diskiviy. Buni endi tushungan odam tushunadi. Что 4 ta diskiviy bilan barabanning farqi nimadaligini bemalol ko'zingiz yetgan joyda to'xtaydi. To'g'rilasa ham ushiydi degan. O'zimiz dehqoncha tilda aytganda, bitta tormoz bossangiz 4 ta ballon ushiydi. Bemalol. Oldi faralari, oldi облицовкасы mashina chiqqan. Ano mini akula desa ham bo'laveradi. Yo'llarda o'zini tutishi, skorosti yaxshi. Bizni oshnamiz, do'stimiz Rahmatullaxon shuni isbotlab yuribdi. Bilmayman, 2 yildan beri minib yuribdi. U ikkinchi ismi Mixail Shumaxer, pastlarni bosib yuradi, lekin zo'r yuribdi mashinasi. U ham bloger. Uni atmetga qilib qo'yamiz, mashinasini ko'rsatib beradi. Faralari zo'r, bemalol. Oldi облицовкасы o'zgargan. Bunisi menga ko'proq yoqadi. Oldingisi sal kvadratniroq edi. Bu o'sha zo'r vid bergan. O'zi Black Piano bo'lib chiqqan. Aytmoqchi, mashinalarimizni yangi nimalarni Black Piano qilib tayyorlab chiqaryapmiz. Kim xohlasa, misol uchun menga Black Piano varianti kerak desa, pod zakaz Black Piano qilib chiqarib beryapmiz, muammosi yo'q. Eshikning yopilishini qarang, mana eshiting. Hop. O'zida. Hop. Ballonlarni aytib o'tib ketamiz, bunikini ham. Sezonka. Razmerimiz necha bo'ladi bunda hozir? 205 ga 50 17 lik diska bo'ladi bu. O'ziniki bu hamma yo'lga moslashgan. Kimdir qadroq qilsa yaxshi bo'ladi deydi.
uzoq yo'lga yuradiganlar, shahardagilar sal ingichkaroq olsa bo'ladi yaxshi edi. Bu standarti. Bekorga standart sizonka emas. Bemalol, mashinasi zo'r. O'zini yaxshi ushlab beradi. Damini chiroyli qilib qo'ysangiz, o'zingiz haydaydigan shahardan kelib chiqib damini qo'yib qo'ysangiz, o'zini chiroyli ushlab beradi. Bitta oldini ko'raylik buni ham. Old motorlari 1.5 turbina. Turbinalari keng. Ikkitali turbonaduf kursiz bo'ladi. Elektronikasi mashina o'sha Bosch kompaniyasidan olinadi. Hamma biladi, endi buni butun xalqimiz bilib oldi. Bosch kompaniyasidan. Najosimiz yaxshi. O'zi cherini unaqa bunaqa deb tushuntiradigan joyi ham qolmadi. 3 yildan beri xalqimizga o'zi isbotlab berib yuribdi. Toshda puliga yarasha, puliga arziydigan mashina. Metallini ko'rsiz bo'ladi. Atinkovni bemalol. Yaqindan ko'rsangiz, mana shu jemchugi bilinadi. Beli jemchug. Bilesklari bor. Mana shunday ochib yopayotganda mehr bilan shunday yopib qo'yasiz. Yana bitta lyubimchik mashinamiz bor. Hozir bundan keyin uni ko'rsataman. Ana shaharda o'zi benzin, lekin benzin rasxod qilmaydigan mashinamiz bor. O'shani ko'rsataman sizlarga.